Aziz o'quvchi, siz shu yergacha yetib keldingizmi? Demak, muvaffaqiyatli o'quvchisiz. Chunki olimpiadamizning sizga beradigan eng katta yutug'i bu yecha olmagan savollaringizni yoki yecha olgan savollaringizni ham yaxshiroq yechimini o'rgatish. Demak, siz hozir video yechimlarini ko'rmoqdasiz va siz kelajakda muvaffaqiyatga erishishingizga men ishonaman. Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Demak, xalqaro Amerika olimpiadasining savollarini 6-kategoriyasi 9-10 sinf o'quvchilari uchun yechimlar bilan tanishamiz. Aslida 9-10 sinfida biz 11-sinfda ham qo'shdik, chunki 11-sinflar bizda bilasiz, ko'pchilik emas. Xo'p, ya'ni ularga alohida kategoriya qilgandan ko'ra bitta kategoriya yetadi. Xo'p, demak, boshladik. P1. Xo'p, hisoblang. Bu endi oson misol. Aslida bunday misollarga to'xtalmasam ham bo'ladi. Nima uchun? Mana 5/4-si 10 darajasida -2 ni 4-si bo'ladi, 10 darajasida -8. Bu esa 10 darajasida -3 ni kvadrat bo'lishi 10 darajasi -6. Demak 5 darajasi 4 bo'lingan 10 darajasi kvadrat bo'ladi. Bu 625 bo'ladi. Uni 100 ga bo'lsak 6,25 bo'ladi. Javob. Rasmda har bir kichik kvadrat perimetr 60 desa, demak har bir tomon 15 ekan. Nechta tomonimizda? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ga 15 80. Oson savollar. Endi chunki xato qilganda minus ball borligi uchun ba'zi savollar oson bo'ladi, to'g'risi. Quyidagi naqshga ko'ra 7-bosqichni tanlashda nechta kvadrat ishlatiladi? Xo'p. Demak, birinchida 4 ta ekan. Ikkinchida 4 nechta kvadrat debdi? Bitta. 1 + 4. Keyingisida qarang. 1 + 4 + 4. Umuman olganda 1 + n-1 ko'paytirib 4 ekan. N'inchidan topmoqchi bo'lsak, mana ikkinchi bo'lgan paytda n o'rniga 2 qo'ysak, mana n o'rniga 3 qo'ysak, mana bu 2 ta bo'ladi. Biz 7-chi bo'lgan uchun 1 + 7 ko'paytirib 6 ko'paytirib 4, 24 + 1 25 bo'ladi. Bu javob. P4-chi, demak, xo'p. Shunday bo'lsa, x y z taqsim x + y + z topish kerak ekan. O'zi umuman olganda bu uchovini qo'shsak, demak P4 ga keldik. X + y + z teng. Chunki mana bittadan yo'qotadi. Shunda bittadan qoladi. Teng 14 bo'lyapti. Endi x + y - z deganimiz nima degani? Bu 14 - 2z degani. Chunki buni z deb turib, -z deb yozsak bo'ladi. 14 - 2z 4 degani, 2z deganimiz, demak 2z deganimiz 10 degani, z degani 5 degani. Z 5 ekan, unda x + y'imiz demak 9 bo'ladi. Xo'p. Endi mana shu yerga kelaylik. Z 5 edi, y - x teng 3 ekan. Y + x teng 9 bo'lsa, qo'shib olsak 2y teng 12 bo'ladi, y teng 6 ekan. Demak x teng 3 ekan. Demak biz 3 ko'paytirib 6 ko'paytirib 5 bo'lingan 14, ya'ni 2 ga qisqartiradigan bo'lsak, hop 9 45 taqsim 7 bo'ladi. Javob. P5 ga yetib keldik. Demak, davom etamiz. P5-savol. 84 sonning barcha musbat bo'luvchilarining yig'indisini toping. Uning uchun 84 sonini demak ko'paytuvchilarga ajratamiz. Demak, bilamiz 4 ga bo'linadi. 4 ga bo'lsak 21. Demak 2 ni kvadrati, 3 ni birinchisi, 7 ni birinchisi. Bilamiz, natural bo'luvchilar yig'indisi formulasiga ko'ra, demak 2 ni 3-chisi -1 bo'lingan 2 - 1, 3 ni kvadrati -1, 3 - 1, 7 ni kvadrati -1, 7 - 1 bo'ladi. Buni hisoblashimiz kerak. Xo'p, demak hisoblaydigan bo'lsak, 2 ni ko'p -1 7 bo'lib qoladi. Xo'p, endi 3 ni kvadrati -1 8 bo'ladi. 8 ni 2 ga bo'lish kerak va 7 ni kvadrati -1 48 bo'lib, uni 6 ga bo'lsak, demak 8 bo'ladi. Bu 4 bo'ladi qisqarib. Demak 7 ko'paytirib 4 ko'paytirib 8 bu 56 ko'paytirilgan 4 yoki 224 bo'ladi. Ya'ni A javob. Xo'p, ba'zi savollar oson, ba'zi savollar chalg'ituvchi.
Demak, davom etamiz. 6-savol. Agar qavaq ko'pirchining barcha ichki va tashqi burchaklari 2340 gradus bo'lsa, demak, uning nechta tomonga ega ekan? O'zi bilib qo'ying. Ko'pirchakni ichki burchaklari n-2 ko'paytiruv 180 gradus. Har qanday ko'pirchak tashqi burchaklari har doim 360 ga teng. Shuni unutmang. Xo'p, buni hisoblaydigan bo'lsak, qarang. N ko'paytirib 180 gradus minus 360 bo'ladi, plus 360 0 bo'lib ketadi. Demak, har doim ichki burchaklar va tashqi burchaklarning 180 gradus ko'paytirib n bo'lar ekan. Demak, bizda 180 gradus ko'paytirib n teng 2340 deb deyishdi. Demak, bo'lamiz 2340 ni 180 ga 0 ni qisqartiramiz, 234 18 ga bo'lamiz. Endi ustun shaklda bo'lsak ham bo'ladi. Keling, yaxshi surat mahajini avval 2 ga qisqartiraylik. 2 ga qisqartirsak, bilamiz 117 bo'lingan 9. 117 ni 9 ga bo'lsak, demak 13 chiqadi. Xo'p, demak D javob P7. Berilgan qoida asosida yetishmaydigan sonni toping deyilibdi. Xo'p, o'zi umuman olganda nima qilsak bo'ladi? Avvalo qo'shib qo'yaylik. 17 plus 22. 17 plus 22 39 bo'ldi. Xo'p, bularni qo'shaylik. 39 bo'ldi. Demak, oldin ham IQ Tesla yechganmiz. Endi bu Avstraliya olimpiadasiniki, lekin mana ko'ramiz, bunda ham 39 chiqyapti, bunda ham 39 chiqyapti. Demak, bunda ham 39 chiqish kerak, demak 21 bo'ladi. Umumiy sonlarimiz. Xo'p, P8 qarang. Bilib qo'ying, har doim A minus B ni kubi bu A kub minus B kub minus 3 A minus B AB bo'ladi. Bilib qo'ying shuni. A plusligi bo'lsa, mana plusligi turadi. Xo'p, demak bizda mana narsa 125 ga teng ifoda. Boshqa tomonda bu A kub minus B kub minus A minus B o'rniga 5 qo'ysak 15 AB bo'ladi. Demak, 125 ga teng ekan javob. Xo'p, P9. O'yinchoq fabrikasi bir xil quti ishlab chiqaradi. Ikki xil quti ishlab chiqaradi. Har bir qizil qutida 60 ta o'yinchoq, har bir ko'k qutida 84 ta o'yinchoq bor. Agar menejer buyurtmani ixtiyoriy sondagi qizil va ko'k qutilar bilan to'ldirsa, jami o'yinchoqlar soni quyidagicha bo'ladi. 60R plus 84S to'ppa-to'g'ri aytyapti. Quyidagilardan qaysi biri hech qachon jami o'yinchoqlar soni bo'la olmaydi? Demak, qarang. O'zi 64R plus 84S desa, bu jami o'yinchoqlar soni. Keling, T deb belgilaylik. Xo'p, avvalo ikkalasi ham ko'rinib turibdi. Hatto 6 ga bo'linadi, hatto 12 ga bo'linadi. Chunki 12 karra 5 bu 12 karra 7. Xo'p, 5R plus 7S. Demak, har doim umumiy o'yinchoqlar soni 12 ga bo'linishi kerak ekan. Biz javoblardan birini chiqaraylik. Xo'p, 228 12 ga bo'linadimi? Xo'p, 12 ga bo'lsak 1 8 bilamiz 9 bo'linar ekan. 300 12 ga bo'linadimi? 300 bo'lingan 12, demak 3 ga qisqartirib olsak 100 bo'lingan 4, bu 25 bo'linadi. 516 bo'linadimi? Xo'p, demak 4 ga qisqartirsak qarang. 400 da 100 bor, 116 da 29 bor. 129 bo'lingan 3. 129 3 ga bo'linadimi? Bo'linadi, chunki 43 bo'ladi. Demak, 410 bo'linmaydi faqat, chunki 12 ga bo'ladigan bo'lsak 3 dan 36 5 50 50 da 4 bor, 2 qoldiq qoladi. 48 qilsak. Demak, 410 bo'la olmas ekan. Xo'p, P10. Ketma-ketlikni keyingi qadrini toping deyilibdi. Qarang, bu nima bo'lyapti? O'zi aslida birinchi farqlarni yozib chiqsak, qarang. Bu oson usuli 7 20 19 xo'p 37 xo'p 61. Endi buni farqini yozib chiqaylik.
Xo'p. 61 dan 37 ni ayirsak 24. Ayirsak xo'p 18. Buni farqi 12 mana. 6. Ya'ni shunday qilib ketsak bo'ladi. Demak, keyingisini farqi demak 6 ga oshayotgan bo'lsa 30 bo'lish kerak. 30 bo'ldi degani, mana bu keyingisini farqi 91 bo'ldi degani. Demak, 126 ga 91 qo'shish kerak degani. 217 degani. Bu birinchi usul. Boshqa tomondan sizga n ni kubi plus 1 bo'lyapti. Mana 1 ni kubi plus 1, 2 ni kubi plus 1, 3 ni kubi plus 1, 4 ni kubi plus 1, 5 ni kubi plus 1. Demak, keyingisi 6 ni kubi plus 1, ya'ni 216 plus 1 bo'ladi. 217. P11. 6 qay. Demak, tepaga ayirma yozilyapti, pastga ko'paytirib ikkilanyapti. Mana ayirma yozilyapti, ko'paytirib ikkilanyapti, ko'paytirib ikkilanyapti, ayirma yozilyapti. Demak, 12 dan 4 ayirsak 8, ko'paytirib 2 ga ko'paytsak 12 ko'paytirib 4 ko'paytirib 2, 8 lar qisqardi, 1 taqsim 12 bo'ladi. Javob. P12 Jimmy moda namoyishiga tayyorlanmoqda. Unda 5 xil ko'ylak, 4 juft shim va 6 juft oyoq kiyim bor. Ammo shartlar quyidagicha: u tasodif ravishda 2 ko'ylak tanlaydi, 1 juft shim tanlaydi va tasodif ravishda 2 xil juft oyoq kiyim tanlaydi. Xo'p, Jimmy nechta turli kiyim kombinatsiyasini tuzishi mumkin debdi. Xo'p, demak, juda oddiy misol desak bo'ladi. S5 2, S4 2, qarang, uzr. 1 juft shim bo'lsa 4 dan 1, 2 juft oyoq kiyim bo'lsa 6 dan 2, 5 ko'paytirib 4 bo'lingan 2, 4, 6 ko'paytirib 5 bo'lingan 2. Mana bular ketsa 24 karra 25, bu 600 bo'ladi. Bitta javob ekan. Demak, men o'rta variantga ham belgilab qo'yaman. Xo'p, demak, hozircha yaxshi ketyapmiz desak bo'ladi. Demak, bunda qarang. Ayirma yozilgan, mana. Demak, 4 turadi. Keyin nima yozilgan desak, xo'p, o'sha ayirmaga yig'indi ko'paytirilgan. Mana 9 ga 5 ko'paygan, 10 ga 2 ko'paygan, 7 ga 3 ko'paygan. Demak, bizda yig'indi 14, 14 ni 4 ga ko'paytirsak 56. Ikkalasini qo'shsak 60 bo'ladi. Bugun payshanba, siz eng yaqin do'stingiz bilan Sidneyda 5555 kundan keyin ko'rishasiz. 5555 ni 7 ga bo'lganda necha qoldi qoladi? 7 dan 49, 6, 65 ichida 9, 63, 25 ichida 3, 4. Demak, xo'p, payshanba bo'lsa, juma, shanba, yakshanba, dushanba, ya'ni Monday da javob. 15. 200 nafar o'quvchi orasida sevimli fanlar bo'yicha so'rovnoma o'tkazilgan. Matematika 90 nafar o'quvchi, demak mana shu joy 10 ekan. Xo'p, fan 50, ya'ni science degan fan 50 bo'lsa, bu ham 10 ekan. Har bir oraliq 20 ekanda, demak. Ingliz tili 40 nafar, o'zi 40 ta turibdi. Tarix 20 nafar. Tarix 20. Ma'lumotlar ustuli degan tavsiflangan bo'lib, matematika ustulining balandligi 18 sm bo'lsa, ya'ni 90 ga 18 to'g'ri kelyapti. Xo'p, demak, 10 ga 1 10 ga 2 to'g'ri keladi o'zi. Yoki 5 ga 1 to'g'ri keladi. Xo'p, fan ustunining taxminiy balandligi nechaga teng? Fan ustunligi ko'ryapmiz bizda 50. 50 ga demak 10 to'g'ri keladi. B javob. Buni ham belgilab qo'yamiz. Xo'p, 16-savolga yetib keldik. Xazina sandig'ining sehrli raqamli kod bilan qurilgan. Kod maxsus. U birgina son barcha musbat bo'luvchilarga nisbatan kodni toping. Xuddi boyagi misolga o'xshash ekan. 2 ga bo'lsak 63, 2 ko'paytirib 3 kvadrat ko'paytirib 7. Demak, natural bo'luvchilar yig'indisi 126 teng 2 ni kvadrati minus 1, 2 minus 1,
3'ning 3-si -1, 3 -1. 7'ning kvadrat minus 1, 7 minus 1. Xo'p, bu 3 bo'ladi. 3'ning 3-si 27 bo'ladi. Bundan bir narsa 26 bo'lingan 2. 48 bo'lingan 6. Bu 8 bo'lib ketadi. Bu 13 bo'ladi. Demak, 39 ko'paytirib 8 yoki 40 ko'paytirib 8 minus 8 desak, 320 minus 8, 312. Javob ekan. 17. Xo'p, qarang. Mana shu narsani biz t desak, avvalo x deganimiz bu ko'rishimiz mumkin. Agar mana bu 4 deganimizda ham t bo'lardi. Demak, lekin bizda 2. X deganimiz avvalo t minus 2 ekan. X kvadrat deganimiz t kvadrat minus 4t plus 4 ekan. Biz endi t ni topamiz qarang. O'zi 4 plus 3 taqsim mana qismi ham t bo'ladi. T teng t bo'lyapti. Demak, 4t plus 3 teng t kvadrat yoki t kvadrat minus 4t deganimiz 3 ga teng ekan. Olib borib qo'yamiz. Mana 3 ga teng ekan, unga 4 qo'shsak 7 bo'ladi. Javob. Ya'ni x ni topish ham shart emas bu yerda. 18. Ketma-ketlikda x keyingi 2 xatda x bo'lsa, x plus yig'indini hisoblang debdi. Qarang, 7 ga kamaygan, 7 ga kamaygan, 7 ga kamaygan, 7 ga kamayadi, 20 bo'ladi y. 7 ga kamaygan, 7 ga kamaygan, 7 ga kamayadi, x'imiz 23 bo'ladi. 43 bo'ladi ikkalasini qo'shsak. 19. Qavaq ko'pirning barcha ichki va tashqi burchaklar yig'indisi 2880 ga teng. Ko'p burchak nechta tomonga ega? Xuddi boyagi boshlang'ich misolga o'xshaydi ekan. Demak, 2880 ni 180 ga bo'lish yetarli. Demak, 2880 ni bu olimpiada qiziq ekan. Bir xil tipdagi savoldan 2 martadan takrorlanishi mumkin ekan. Xo'p, bo'lsak 16 chiqadi. Chunki mana bu tipdagi misol, mana bu tipdagi misol ham 2 marta kelgan. Shu tipdagi misol. Keyin mana 126 natural bo'luvchilarni hisobladik. Misol boshida esa 84 natural bo'luvchilarni hisobladik. Bu bir tomondan yaxshi, o'quvchilarga qulay. Bir tomondan bitta icha olmasa, shunday tipdagi boshqa misollar ham icha olmaydi. Xo'p, bazmda mehmonlar aylana bo'lib 2, 5, 8 tartibida raqamlanib rasmga tushadi. Va keyingi yana boshdan takrorlanadi. Agar 11-mehmon 15 shu vazn kelsa, ularning raqamlari nechaga teng bo'ladi? Xo'p, demak 3 ga bo'lganda 1 qoldiq qolsa 2 bo'lyapti. 3 ga bo'lganda 2 qoldiq qolsa 5 bo'lyapti. 3 ga bo'lingan sonlarda 8 bo'lyapti. 11 3 ga bo'lganda 2 qoldiq qolgani uchun u 5 bo'ladi. 11-mehmonga. 15-mehmon 3 ga bo'lingani uchun 8 bo'ladi. Qo'shsak 13 bo'ladi. Hozir bu yerda Word'dan ham to'g'rilab qo'yaman. Xo'p. Teng 0,75 plus 1,2 ya'ni 1,95 ekan. Xo'p. S teng 2 plus 3 teng 5 bo'ladi hisoblasangiz. A plus S deganimiz 6,95. Bu B minus 3 ga teng ekan. Demak, B deganimiz 9,95. Endi aytyapti, bu y plus 5 sonining 40% yapti. 40% bilan 2 taqsim 5. Bu 9,95 yoki 995 bo'lingan 100 desak bo'ladi. Buni qisqartirsak 20 bo'ladi. Demak, y plus 5 deganimiz 995 bo'lingan 40 bo'ladi. Y deganimiz 995 bo'lingan 40 minus 5. Avvalo buni 5 ga qisqartirsak nima bo'ladi? Mahrajda 8 bo'ladi. 995 ni 5 ga qisqartirsak, 5 ga bo'lsak, demak 995 bo'lingan 5 199 bo'ladi. Demak, 199 taqsim 8 minus 5. 199 dan 40 taysak 159 bo'ladi. Taqsim 8. Javob. 22. Xo'p, m taqsim n ekan. Bu nima degani? 181 m taqsim n degani mana x desak qarang. 100 x'imiz nima bo'ladi? 81 bo'ladi-da, yana 81 va hokazo ketdi degan. X ni o'zini yozib olamiz.
81 va hokazo. Ayirsak 99 x teng. Mana bular ketadi. 181 dan bir narsa 180. 9 ga qisqartirsa ikkala tomonni 11 x teng 20. X teng 20 taqsim 11 boshqa qisqarmaydi. M taqsim n ekan va m minus n'imiz demak 9 bo'ladi shunda. 23. Xo'p. Diagramda baholangan o'rtacha ballni toping. Xo'p. Bu ballar bu o'rtacha ballar demak. Xo'p. Qo'shib 4 ga bo'lish kerak. Mana buni qo'shsak nima bo'ladi? 41 bo'ladi. Buni qo'shsak nima bo'ladi? Xo'p. Bu ham 41 bo'ladi. 41 plus 41 lekin 4. Bu 41 bo'lingan 2 yoki 20,5 degan. C javob. Xo'p. Endi P24 ga keldik. Xo'p, buni 10a plus b, 10b plus a, 10a plus 10c plus a, 10b plus 10c plus b deb olsak, mana bu yerda o'zida 11 bor, bu yerda ham 11 bor. 22 a plus b plus c bo'ladi. Mahrajda esa bu 11 11 bu 11 siligidan 11 a plus b plus c bo'ladi. Chunki bu umumiy holatdagi lekin test holatda siz a b c ga misol uchun son berib olsangiz ham bo'ladi. Hammasiga 1 qo'ying. 1 2 3 4 5 6 ta 11. Pastda 3 ta 11. Javob 2 chiqadi. Ya'ni javob topish ma'nosida. Lekin umumiy yechgan yaxshiroq baribir. Ikki sirli son A va B sehrli oynadagi bog'larga belgilan. Ya'ni A teng 9 ni birinchisi ekan, B teng 9 ni ayinchisi ekan. Xo'p, endi qarang, A ko'paytirib B ni hisoblaylik. Bu 9 ni A plus birinchisi bo'ladi. Bizda A plus B uchligi bor, 9 ni uchinchisi. Bu ham bo'lsa 729. Mana shu javob. A ko'paytirib B ni toping dedimmi? Tamom. Mana sizlar barcha savollarni yechib chiqdik. Nisbatan oson, chunki tez yechishga harakat qildik. Videomiz yarim soatga ham yetmadi. Demak, bemalol 1 soat ichida o'ynab kulib yechish mumkin bo'lgan savollar. Xayr, sog' salomat bo'ling. Bizdan uzoqlashmang. Keyingi olimpiadalarimiz nasib qilsa 22 fevralda Xisso va Arximed qo'shma olimpiadasi o'tkaziladi. Yozgi maktabga to'g'ridan-to'g'ri yo'llanma beradigan. Undan tashqari, xo'p, 14 fevral kuni onlayn olimpiadamiz bo'lib o'tadi. Siz videoni 9 fevral kuni ko'rayotgan bo'lasiz. Bugun Alisher Navoiy tavalludi munosabati bilan ona tili adabiyotida olimpiada bo'layotgan bo'ladi. Bizdan uzoqlashmang, kuzatib boring. Xayr, sog' salomat bo'ling.